Hammaga salom, sizlar bilan men bugun Ramek va Ramazon. Men sizlarga bugun qanday qilib YouTube'dagi kanalingizni udalить qilishni o'rgataman. Xo'sh, biz avvalambor настройкаga kirib olamiz. Настройкаga kirganimizdan keyin qidiramiz mana bu yerda. Учетная запись. Учетная запись. Google'ga kiramiz. Mana bu yerda kanallar bor. Men misol uchun mana bu kanalni o'chirmoqchiman. Bosamiz. Google'ga kiramiz. Opsiyani bosamiz. Mana bu yerda opsiya. Удалить учетную запись. Удалить учетную запись. Va mana ko'rib turganingizdek yo'q. Xohlasalar YouTube'ga ham kirib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Mana kiramiz. Mana ikkitagina akkaunt atiga bor. Agar kimga bu video yoqqan bo'lsa rahmat, podpiska qilib, like bosinglar.